alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun 13 noyabr 2025-yil Kattaqo'rg'on shahar hokimiyat binosida 3 tajribasiga asosan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazyapmiz. Asosiy katta zdanemizda bugun sessiya bo'layotgani sababli o'rinbosar xonasida o'tkazyapmiz. Shundan uzr so'raymiz. Bu safar katta zalda o'tkazamiz. Asosiy maqsadimiz 3 tajribasiga asosan kredit berish evaziga yangi ish o'rinlari yaratish. Bunda Prezidentimiz 312-sonli qaroriga asosan oxirgi 1 yillikda оборот qilgan yuridik shaxslarga toifasiga qarab 19% dan 21%gacha 100 milliongacha garovsiz kreditlar ajratish. Bundan tashqari Prezidentimiz 7-son qaroriga asosan 10 milliongacha mahalla o'zimizga biriktirilgan mahallalarda 10 milliongacha 23% dan kartasiga o'zimiz band qildirib, kartasiga tashlab berish biznesga birinchi qadam loyihasi bo'yicha kreditlar ajratyapmiz. Bundan tashqari Prezidentimizning 60-61-sonli qaroriga asosan yoshlar yangi institut tugatgan yoki oxirgi kursda o'qiyotgan yoshlarga o'sha yangi tashkil qilgan firmasiga yoki tashkil qilgan firmani ta'sischisi bo'lsa ham 18% dan 7 yilga 50 milliongacha zalogsiz, 50 milliondan tepasiga 1 milliardgacha zalog bilan kreditlar ajratyapmiz. Kimda savol anavlar bo'lsa bemalol berishlaringiz mumkin, bankka taalluqli. Hozirgi kunda tadbirkorlik qilish uchun yangi firma yo'q. 100 million kredit olmoqchi befoiz deyapsiz. Shuni bir tushuntirmayman. Agar 100 millionlik Prezidentimizning 312-son qaroriga asosan unda lekin o'sha anavsi bor. Oxirgi 1 yillikda оборот qilgan firma bo'lishga, yangi firmaga hozircha yo'q. Yangi firmaga garov evaziga qilishimiz mumkin. Garovsizligini 1 yildan keyin beramiz. Qolganlarda agar savol bo'lsa, kattakon rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar.